Keling, men sizga hozirgi foydam tegsa, juda ham xursand bo'lardim. Kichkinagina bitta psixologik test o'rgatib o'tib ketmoqchiman. Siz bu narsani hayotingizda o'zingiz ham shu narsani bir tekshirib ko'rsangiz, agar bu narsa sizning hayotingizga yordam bersa, men juda ham xursand bo'laman. Mana masalan, jamoat joyida o'tirganingizda kimdir sizni kuzatyapti. Boshingizni, ko'zingizni ko'targaningizda u insonni kimligini topa olmayapsiz. Chunki deganda u inson birdan boshqa tarafga qaraysiz. To boshingizni ko'targuningizcha u boshqa tarafga qaraysiz, topolmay qolasiz, to'g'rimi? Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Biz bir 5 daqiqa hech qaysi tarafga qaramasdan o'zimiz bilan o'zimiz bir nuqtaga qarab turishimiz kerak va birdaniga soatingizga qarang. Soatingizga qaraganingizda birdaniga boshingiz bilan ko'zingizni ko'taringda yon atrofdagi insonlarga qarang. O'sha sizni kuzatib turgan inson u ham birdaniga soatiga qaraydi. Chunki deganda siz soatingizga qaradingiz. Unga ham qiziq bo'ladi soat necha bo'lganligi. Ana o'sha yerdan bilasizki, kimdir sizni kuzatyapti. Biz insonlar ichki his tuyg'umiz bor, kimdir kuzatayotganini biz ko'rsa-ko'rmasak qanaydir sezib turaveramiz. To'g'rimi? Yana bitta psixologik test. Biron bir inson sizga biron narsangizni o'g'irladi, yoshirib qo'ydi. O'zingiz oilangizdandir yoki bo'lmasam nima deydi, kvartiraga tursangiz, o'rtog'ingiz, dugonangiz shunday ahvollar bo'lib qoladi-ku. Ana o'sha paytda hech kim ham o'zini bildirgisi kelmaydi va hamma oqtarganda u ham hamma qatori qo'shilib o'sha narsani oqtar boshlaydi. O'sha payt siz ham hamma qatori oqtaringda, lekin bir 5-10 daqiqadan keyin men topdim deb baqiring. Bu gapni hamma eshitishi kerak. Bu gapni gapirganingizdan keyin 10 ta inson bo'lsa, 10 ta insonga ham ahamiyat berib turing. Chunki deganda u inson o'sha yoshirgan joyiga birdaniga qaraydi. Ana o'sha yerdan siz bilasizki, o'sha sizning narsangiz o'sha yerda. Borib indamay borib ola olasiz. Bizning hayotimizda juda ham ko'p psixologik testlar bor-da, faqatgina biz bularga ahamiyat berib, o'rganib, sinchiklanib qarasak, hayotimiz juda ham yengil o'tadi.